Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Bugungi obzorimizda kichik hamda katta upakovочный apparatlar, undan tashqari qadoqlash, dazmol qilish hamda upakovka qiladigan apparatlarimiz keng assortimentdagi. Video davomida hammasini narxlari, batafsil ishlash ma'lumotlari bilan tanishib o'tishingiz mumkin. Manzilimiz Farg'ona shahar, O'zbekistonning barcha hududlariga dostavka xizmatimiz bor. Pastda qoldirgan nomerdagi bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Ozgina pul tikib yaxshi daromad olaman degan akalarimiz uchun mana vakuum apparatlarimiz kelgan. Hozirgi kunda do'konimizda 26 santimetrli, 40 santimetrligi, 50 hamda 60 santimetrligi mavjud. Bundan tashqari eng kichik mini modellarimizdan professionalniy bo'lgan 20 santimetrli modelimizdan ham bor. Buni uzun marketlarda sotilayotgan 400 ming, 500 mingli modellar bilan adashtirmaymiz. Bu professionalniy hisoblanadi. Xo'p, mana ko'rib turibsizlar. Hamma mexanizmlari alohida bor. Bundan tashqari salafani kesish uchun rezkasi ham bo'ladi. Xo'p, bularda birin-ketin tanishtirib o'tamiz. Mana 26 santimetrli modelimiz ozgina qimmatroq kelgan. Qimmatligining sababi, xo'p, oldingi modellarda faqat bir tomonida bo'lardi. Hozirgi kunda ikki taraflamasi kelyapti. 26 santimetrdan ikki taraflama. Bu degani 10 santimetrli mahsulotdan bo'ladigan bo'lsa, 10 santimetrli mahsulot bu tomoniga ikkita, ikkinchi tomoniga ikkita qo'yiladi. Bir vaqtda 4 dona mahsulotni upakovka qilib beradi. Agar 5 santimetrli mahsulot bo'ladigan bo'lsa, 5 ta oldi tomoniga, 5 ta orqa tomoniga, jami 10 ta mahsulotni bir vaqtda upakovka qiladi. Ish unumdorligini yanada oshirib beradi. Ko'rib turibsizlar, mana mexanizmlari. Xo'p, vakuumni alohida nima qilinadi, regrovka qilinadi. Undan tashqari dazmolni alohida nima qilinadi, regrovka qilinadi. Dazmolni, misol uchun, mahsulotingizni, salafaningizni qalin yupqaligiga qarab bemalol regrovka qilsangiz bo'ladi. Bosimlarni ham ko'rsatib turadi. Undan tashqari 3 xil rejimda ishlaydi. O'rtacha, qattiq, juda ham qattiq rejimda ishlaydi. Issiqliklarini mana ko'rib turibsizlar, hamma yog'i chiroyli nima qilingan. Kim oladigan bo'lsa, video instruksiyalarni tashlab o'rgatib beramiz. Xo'p, keyingi modelimiz 40 santimetrli modelimiz. Xo'p, 40 santimetrli modelimiz o'zi bilan hamma modellarimiz ichida bor o'zi. Bitta 40 santimetrli emas, yog'i, zapaska, xo'p, paykasi bo'ladi, lentasi ham alohida zapaskasida bo'ladi. Mana ko'rib turibsizlar. Bu mahsulotimiz ham xuddi hozir aytib o'tganimizdek 40 santimetr bir tarafi, ikkinchi tarafi ham 40 santimetr. Bunga misol uchun 10 santimetrli narsa bo'ladigan bo'lsa, 4 ta bu tomoniga, 4 ta bu tomoniga, jami 8 ta mahsulot bir vaqtda upakovka bo'laveradi 10 santimetrli mahsulotdan. Bu mahsulotimizda ham mana hamma yog'i shu elektronli bo'ladi, ko'rib turibsizlar. Bu joylar temperaturasini o'sha eng past, o'rta va eng issig'iga qo'yib regrovka qilsalar ham bo'ladi. Bunda ham bemalol sizlarga kerak bo'ladigan vakuumda ozroq, ko'proq, issiqligini ko'proq, kamroq qilib bemalol regrovka qilaverasizlar. Bosimni ham ko'rsatib turadi. Mana ko'rib turibsizlar. Xo'p, bunisi 50 santimetrli, bu ham xuddi shunaqa 5 santimetrli mahsulot bo'ladigan bo'lsa, xo'p, 10 ta bu tomoniga, 10 ta bu tomoniga yoki 10 santimetrli mahsulot bo'ladigan bo'lsa, 5 ta bu tomon, 5 ta bu tomon. Jami 10 ta mahsulot 10 santimetrlidan bir vaqtda upakovka qildirib beradi. Endi kattaroq ob'yomda ishlayman deydigan akalarimiz uchun mana 60 santimetrligi, ko'rib turibsizlar, juda ham bahaybat bo'ladi bu modelimiz. 60 santimetrligimiz. Bunga 10 santimetrli mahsulotdan 6 ta, 12 ta ketadi jami. Komplektida bu modelimizda ham yog'i, atverkasi hamda lenta bilan nimasi bo'ladi, o'zini tenti bo'ladi alohida. Ko'rib turibsizlar. Undan tashqari hozirgi kunda do'konimizda sotuvda FR900 modeli, ya'ni upakovka qiladigan mahsulotimiz kelgan. Mana chiqqan mahsulot ko'rishlaringiz mumkin. Shu holatda upakovka qilib beradi. 1 santimetr. Bu endi bo'lib professionalni hisoblanadi. Semichkalarni, qurutlarni, chips, shunga o'xshagan mahsulotlarni yoki bo'lmasam hozirgi kunda rosa moda bo'layotgan har xil sir shunga o'xshagan mahsulotlarni upakovka qilsa bo'ladi. Mana yaqinda bitta mijozimizga ishlatib, ko'rsatib tekshirib bergandik. Shunaqa upakovka qilib, shu holatda upakovka qilib beradi. Bundan tashqari, misol uchun siz ko'proq ob'yomda ishlayman, o'zi avtomatik bo'lsin desangiz, mana avtomatik upakovka qilib beradigan mahsulotlarimizdan bor. Avtomatik upakovka qilib beradigan mahsulotimiz, xo'p, birinchi eng kichik modelimiz bu 100 grammgacha bo'lgan mahsulotlarni upakovka qilib beradi. Uzun kaltaligini bemalol o'zingiz regrovka qilsangiz bo'ladi. 224 ta ishlayveradi. Bemalol uy sharoitida ham ishlatsangiz bo'ladi. Bunga faqat donali mahsulotlar emas, zira, semichka, shunga o'xshagan mahsulotlar yoki mana bunga o'xshagan mayda mahsulotlar, gramli mahsulotlarni upakovka qilib beraveradi. Shakar, tuz, shu kabi mahsulotlar ham ketaveradi. Endi bu katta modelimiz bo'lsa, 500 grammgacha bo'lgan mahsulotlarni upakovka qilib beradi.
Bu ham 224 ta bemalol ishlayveradi. Uy sharoitida bemalol foydalansalar ham bo'ladi. Mana o'zining hampasi bor. Hampasiga mahsulot solasizlar, o'zi grammlab to'kib beradi. Hop, ishlash videolarini videoga qo'yib ketamiz. Mana shu holatda upakovka qilib beradi. Juda ham foydali mahsulotlarimiz bo'ladi. Bemalol uy sharoitida, undan tashqari sexlarda ishlatsalar ham bo'ladi. Bundan tashqari katta mahsulotimiz ham bor. Bunisi 2 kilogacha. Regrovkalarni o'zgartirgan holda 3 kilogrammgacha o'zgartirsa bo'ladi. Undan tashqari, xo'p, bu suyuqlik uchun, ya'ni ayron, marjinalar bor bizda, uzuncha muzlatilgan bo'ladi. Shunaqa nimalarni upakovka qilib beradigan holatga hozir nastroyka qilingan. Bular faqat ayron uchun emas, suyuqlik, вообще-то umuman har xil souslar, shunga o'xshagan mahsulotlar, suyuqliklarni bemalol shu orqali upakovka qilib chiqarib sotsalar ham bo'ladi. Ko'rib turibsizlar hozir. Hop, keyingi modelimiz bo'lsa FR 1000 modeli. Bu 900 modelimizni ozgina uzunrog'i bo'ladi. Video qo'yilgungacha xudo xolasa bularni havo bilan upakovka qilingan apparatimiz ham yetib keladi. Uni narxi jicha bulardan ko'ra qimmatroq chiqadi, lekin bemalol chipslarni, shunga o'xshagan mahsulotlarni ichiga azot bilan upakovka qilsa bo'ladi. Uni ham ishlash videosini video davomida qo'yib ketamiz. Bundan tashqari hozirgi kunda do'konimizda kichik uyda yosh bolalar ham bemalol yosh bolalar qilsa bo'ladigan biznes turlaridan bittasi payka apparatlar. Misol uchun chipsni olishadi yoki qurut, shunga o'xshagan har xil mahsulotlarni kilolab olib, grammlab bemalol sotsa bo'ladi. Hozirgi kunda do'konimizda 20 santimetrli, 30 santimetrli, 40 ligi ham bor. 40 ligi yangi kelgan, hali ochib ulgurganimiz yo'q edi. 40 santimetrli, undan tashqari 50, 60, hop 70, 80larimiz tugab qolgan, 70, 80imiz tugagan. Shuning uchun hozir 90 va 1 metrliklari bor. Ko'rib turibsizlar. Undan tashqari katta sexlar uchun har xil pecheniy nimalar chiqaradi, shunaqa pecheniy pishiriqlar bilan shug'ullanadigan odamlar uchun hop upakovочный apparatlar. Buni ham ishlash videosini biz sizlarga qo'yib ketamiz video davomida. Bu blok qilib beradi. Ya'ni korobkani ustiga bemalol sizga salafan kiygizib, hamma joyini bir xil upakovka qilib beradi. Ishlash videosini ko'rasizlar, shu orqali tushunsalar ham bo'ladi. Endi narxlari bilan tanishtiradigan bo'lsak, hop, 26 santimetrli modelimizning narxini hozirgi kunda 2026-yil aprel oyi uchun, aprel oyida hop, bu modelimiz narxini $390 qilib beramiz 26 santimetrligi. 40 santimetrligimiz hozirgi kunda $490, $590 50 santimetrligi. 60 santimetrligimiz narxi bo'lsa $800 qilib beramiz. Bundan keyingi mahsulotimiz FR 900 modeli bo'ladi. FR 900 modelimiz hozirgi kundagi chegirmadagi narxi $199 qilib beramiz. Undan tashqari FR 1000 modelimiz ham bor. FR 1000 modelimiz $299 tashkil qiladi narxi. Keyingi mahsulotimiz ko'rib turgan upakovочный apparatlarimiz. Bu apparatimiz 100 grammgacha bo'lgan mahsulotlarni upakovka qilib beradi. Bu mahsulotimizning narxini $1300 qilib beryapmiz hozirgi kunda. Undan katta modelimiz 500 grammli bo'ladi. 500 grammli modelimizning narxini bo'lsa $1800 qilib beryapmiz. Hop, 2 kiloligi bor. Buni nastroykalarni o'zgartirib, nasatkalarni o'zgartirgan holda 3 kilogacha kattalashtirsa bo'ladi. Bu mahsulotimizning narxini $3600 qilib beramiz. Ayronlarni upakovka qilib beradigan mahsulotimiz ham xuddi shu narxda $3600 tashkil qiladi. Pedalli modellarimiz ham bor. Bu modellar narxi qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastda qoldirgan nomerlarga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Undan keyingi mahsulotlarimiz utyug, ya'ni dazmollarimiz. Dazmollarimiz 20 santimetrdan boshlab 1 metrgacha bo'lgan razmerlarda bor, har xil razmerda. Hop, 20, 30, 40 santimetrliklarimiz narxi arzon chiqadi. 50 santimetrdan yuqorilari esa qimmatroq chiqadi. 20 santimetrligimizning narxi 250 ming so'm, 30 santimetrligimiz 350 ming so'm, 40 santimetrligimiz bo'lsa 450 ming so'mni tashkil qiladi. 50, 60, 70, 80 narxi qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Va hozirgi kundagi eng hadovoy modellarimizdan biri mini vakuum apparatimiz. Mini vakuum apparatimizni 1 million 700 ming so'm qilib beramiz. Chegirma narxda bu.